Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Assalomu alaykum. Mana bugun biz O'zbekiston elchixonasi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekiston elchixonasining oldidamiz. Meni murojaatim bugungi kunda avvalambor o'zimni tanishtiray. Assalomu alaykum. Men Salimova Fazilatman. Bu murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miramonovichga mana chiqish berdi. Ko'tarib tursin. Hozir mana biz norozichilik aksiyasini o'tkazishga keldik. Ya'ni bizning murojaatimiz hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miramonovich, men Surxondaryo viloyati Termiz shahrida istiqomat qilaman. Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-York va Filadelfiyada istiqomat qilib kelaman. Mening murojaatim bugungi kunda mana bu korrupsioner Ulug'bek Qosimov haqida. Shavkat Mirziyoyev Miramonovich meni videolarimni ko'rgan bo'lsangiz kerak. 2021-yil, faqat 2018-yildan beri birgala shahar va viloyat, ya'ni Zaynobiddin Nizomiddinov prezident administrator oldingi rahbari bilan kurashib kelaman. Korrupsiya, nepotizmga qarshi kurashib kelganman. Bu kurash davomida necha marta tuhmatlar asosida qamoqqa olindim. Necha marta tuhmatlar asosida video chiqarib obro'sizlantirildim. Akasi bu, ukasi bu, tog'asi bu, amakisi bu deb hozir chiqishim maqsadim mana murojaatlar yo'llab yubileyni bozordagi joylarimiz buzilib, bir balo qilib qonuniy asosi, ya'ni huquqiy, ya'ni qonun asosida, huquqimiz asosida, ya'ni bizga huquq talab asosida yer ajratib olgan edik. U yerda ham 3-qatorda berdi. 1-qatorini esa Zaynobiddin Nizomiddinov degan korrupsioner bo'lib Haydali degan quruvchi va boshqa quruvchilarga sotib yubordi. Go'yoki bir tovuqxonasi buzilgan bozor ichida edi, bunisi buzilgan buni ichida deb asoslantirib sotib yubordi. Xo'p dedik. Mana men ham 2019-yil yanvar-fevral asosida hokimning qarori, ya'ni shahar hokimining qaroriga asosan 216 kvadrat metr maydoni va ikkinchi yerim 5x4 20 kvadrat metr yer maydoni oldim. Hokim qaroriga asosan qonuniy. Undan keyin podval qismini qurdim va mulk huquqi, ya'ni siz insonlarimiz bugungi kunda noqonuniy buzilishlarga insonlar kompensatsiya pulini bermayotganligi, u zamon o'tganligi sababli bizga imkoniyatlar berib, nima mulk huquqini ham, yerini ham sotib olishga imkon berganligingiz uchun shu imkondan foydalanib, men ham yerda huquqiy nima qilib oldim, xususiy qilib oldim. Xususiy qilib qo'ysam, mana 3 yil, 4 yildan beri podvalini asta-asta qurdim. Endi qurilish qilaman desam, mana bu viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, oldin prokuror bo'lgan, Toshkent prokurori, bu kunda pashta 50 ga yaqin yana tadbirkorlar bormiz. Ularni bizni inobatga olmay, go'yoki city mal quraman deb bozor atrofidagi yondagi bizda yerlarimizga yana ustiga yangi loyiha chizdirib Toshkentdan tasdiqlatib Haydali quruvchi va Bahodir Qodirovga berdi. Loyiha asosida ular esa katlavan qozib loyihalarini ilib qo'yibdi. Men Amerika Qo'shma Shtatlariga turib telefon qilib nimaga unday qilyapsizlar desam, Ulug'bek Qosimov buyruq berdi. Yo bizga arzimagan pulni aytib sotib olasan deb, yoki bir so'm yo'q, shunday qilamizki joying qolib ketadi deyapti, joyi kelsa. Ha. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miramonovich, 2018-yil Erkin Turdimov degan bir artist bor. Go'yoki viloyat hokimi niqobi ostidagi artist deyman. O'shani davrida biz jabr ko'rib, siz qaror chiqardingizki, bozorlar rekonstruksiya bo'lsin,
bugungi kunda mashinalar ko'pligi sababli, aholi soni ortib borayotganligi sababli hamma qulayliklar yarasha bozor quringlar dedingiz. Bular bozorni quramiz deb 10 gektar yer ajratib 8 gektarini bo'lib korrupsionerlar yedi. Kim desangiz Erkin Turdimov, Zaynobiddin Nizomiddinov, Isroil bo'riychilar birgalikda va maydalari, ularni bilmayman. Shularni kasofatiga biz orqaga qolib ketdik, bo'lib yedi. Bugungi kunda 2 gektar yer qoldi. O'sha joyda qanday bir jonimiz, kafanimizni bo'ynimizga ilib, sizga mana murojaatlar qilaverib olgan yerimizga bugun mana o'g'ri emas, qaroqchi deb ataymi buni? Kim deb atay? Mana bugun qarnima chiqolib ketdi, City Mal deb. Telefon qilib nima bunday qilsan desam, ha termiz chiroyli bo'lsin. Chiroyli bo'lsa, birovni joyini ustiga kelib qurasanmi? Axir bu bozor, qanday City Mal qurasam? Axir bizni joyimiz-ku. Biz havaslar bilan loyiha qilganmiz, GSN qilganmiz. Hammani hujjatimiz bo'lsa desak, eshitishni hech kim xohlamayapti. Ha, nima? Viloyat hokimi berdi. Amirlikmi? Nima bu? Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, bizga yordam bering. Hozir juda qattiq bir tushkunlikda nima deman. Mana hozir norozichilik aksiyasini e'lon qilyapman. Hoy Ulug'bek Qosimov, sen Xudodan qo'rqmaysanmi? Seni prezident shunday vakolat berib qo'yibdi. Xalqni kamida 1 milliondan ziyod mana Surxondaryoga, Termiz, pashta bir 7-8 million aholimiz bor. Sherchi tumanlarda qo'shsak. Senga shunday vakolat, shunday bir obro'li narsa berib qo'yibdi-ku, joningni jaborga berib ishlasang bo'lmaydimi? Senga nima yetmayapti? Mana seni jig'ildoning qaynayapti, to'ymayapsan. Hay, bizda yerimiz, bizda u yerda mulkiy huquqimiz bor. Bizda hamma hujjatimiz bor. Sening nima haqqing bor? Nima haqqing bor? Haydali quruvchiga Bahodir Qodirov nimani evaziga beryapsan? Sen manfaatni evaziga beryapsan deb o'ylayapman. Manfaatni evaziga. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, bularni men mafiya deb atayman, kim deb atayman? Men bugungi kunda endi mana nasib bo'lsa Washington, nima Oq uyda oldiga chiqishlar qilaman. Mana shunday plakatlar ko'tarib, men endi ingliz tilida sizga yordam so'rayapman Shavkat Mirziyoyev. Ha, help me deb. Ha, ingliz tilida mana o'z fuqarolar tomosha qilib o'tiribdi, Amerika fuqarolari mana. Hayla, tomosha qilib o'tiribdi. Men endi majbur bo'lyapman Amerika ko'chalari, Washington mana elchixonalarga kelib, sizga murojaat yo'llashga majburman. Meni hech kim eshitmayapti O'zbekistonda. Ha, nimamish? Hokim kimmish? Saida Mirziyoyevni kursdoshimiz. Biz qachon yashaymiz? Shavkat Mirziyoyev bizga yordam bering. Mana bular uchun 4 yil kurashdim Zaynobiddin bilan, Ulug'bek vakimi, Isroil bo'richi bilan, Turdimov bilan bir balo qilib o'shalarni haqiqati yuziga qo'yib, sizga yetib borganmi yo'qmi prezident sovg'asi deb yerlar berdi. Bugungi kunda kelib yo o'zimni yerimni oldim, yana ozgina qo'shib berdiki prezidentning sovg'asi deb. Bugungi kunda bojxonani nimasi kim edi? Qabulxonasida Otabek Choriyevni kim edi? Bomurodov. Nima qilay? Mana bu kunda olgan yerimda mana bu kelib hojatchilik qilyapti. Surxondaryoda yashaymizmi yo'qmi? O'zbekistonda adolat bormi yo'qmi? Bu qanday buni kim boshqaryapti? Axir demokratiya davlatimiz-ku. Amerikalarda bunday narsa yo'q-ku. Bironta joyda ko'rganim yo'q, hokimiyat, yo prokuratura, yo ichki ishlar kelib, yo tadbirkorligingizga, yo yeringizni tortib olayotgani yo'q-ku. Siz mana xalq uchun, mana jamiyat uchun yaxshi nima qilish uchun qarzlar olyapsiz, pullarni beryapsiz. Bular nima qilyapti? O'zingiz ham mana chiqib aytyapsiz. Yolg'on yashiq qog'ozlar bilan yozib, quruq qog'ozda beryapti. Surxondaryoga mana bugun tashrifingiz bor ekan. Bozorda yana bitta yer bergan edi. Zaynobiddin Nizomiddinov sizda Erkin Turdimov qiynagani uchun, men ularni ustidan yozib beraman deganim uchun, haydali quruvchi mana bu Stayankada qaror nima ham chiqarib beruvdi, farmoyish. Ha, qurilish qildi mana bugun kamida $40,000 sarflagan joyimga kelib buldozer solyapti mana bu 2 soat ichiga.
Agar noqonuniy bo'lsa nimaga o'zi arxitektura chiqarib berdi bizga qog'oz? Agar noqonuniy bo'lsa nimaga meni sudga bermadi? Nimaga meni ogohlantirmadi? Men joyimni mayli buzib olar edim agar noqonuniy bo'lsa. Zaynobiddin Nizomiddinov, Haydali men sendan olaman. Sen beni aldading. Sen obayerding mana bu yakalan yer berib, endi bu kunda noqonuniy deb buzyapsanlar. Senlar amay. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, yordam bering. Men hozir mana shu ayol boshimlarim uchun yig'layapman. Shunchalarga ham adolatsizlik bo'ladimi? Ulug'bek Qosimov, to'yasanmi yo'qmi? Iloyim seni ko'zingni tuproq to'ydirsin. Qo'yasanmi yo'qmi ayollarni? Xususiy mulkimiz, joylarimizga hattoki mana ikkita yerimga xo'jayinchilik qilyapsan. Endi bu yerga kim xo'jayinchilik qilyapsan? Mafiya bo'ldi, mafiya. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, sizdan e'tirozimiz yo'q. E'tirozimiz mana bu korrupsiya deyaymi? Mafiya deyaymi buni? Kim deb aytay buni? Mafiyadan ham bunday qilmaydi. O'zi buni jinoiy ishlarini qonuniylashtirayotgan ichki ishlar, prokuratura hech qaysi inobat kimsan demayapti. Mana bugun hammasi bir bo'lib bosib sal qoldi bitta hozir ishchimiz o'lishiga hozir videolarigacha qo'yaman. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, yordam bering. Bu Ulug'bek Qosimov talonchilik mansabdan foydalanib manfaat evaziga quruvchilarga noqonuniy bizni yerimizni ustiga city mal quraman deb loyihani o'tkazib mana sizni tashrifingiz Surxondaryoga bor ekan, sizga ko'rsatmoqchi va olib bormoqchi. Mana katta loyiha qilyapman. Fuqarolar uchun yaxshi, ko'ngil ochar deb bizni yerimizni ko'rsatib beryapti. Chunki bizni yerimiz hozir qiymatidan oshgan, yog'likkina joylar hozir kam qolgan. Endi shunga ko'zini alaytirdi. Bozorda yarmini o'sha sotdi. Saloq degan quruvchiga beribdi. Sayankani siz o'zingiz qaror chiqaryapsizki, mashinalar uchun qulaylik deyapsiz, lekin bu vakolat qo'lida-da. Qonunni o'ziga to'g'rilashtiryapti. Viloyat arxitektura ishini qila olmasa, kadastr ishini qila olmasa, kim qilyapti? Mana bu men arxitektura kadastrga ham umuman yo'q, chunki bu boshqaryapti. Chunki siz bularni ustiga nazorat qilib qo'yib, boshliq qilib qo'yganingiz uchun, shu uchun siz o'ylayapsizki, bu adolatli qaror chiqaradi, menga o'xshab xudodan qo'rqadi, xalqim unchalik qiladi deyapsiz. Yo'q, qilmaydi. Bular vakolatidan foydalanib, yaqdan 1 yil 2 yil ichida ketib qolaman. Shuning uchun ko'proq ishlay, ko'proq olay degan menga fikr kelyapti bugungi kunda. Bugungi kunda mana shunaqa Ulug'bek Qosimov, joyimga teginma. Men har kuni chiqish qilaman. Mana seshanba kuni kelib bu chiqishlarimizni hello men O'zbekiston korrupsiya men ser chiqishlar qilyapti, mana kameraga olyapti. Hello ser korrupsiya, O'zbekiston korrupsiya. Korrupsiya mana hozir polis chaqiribdi mana. Elchixona ko'ryapsizlarmi? Polis chaqiribdi. Bular eshitishdi emas, polis chaqirishni o'rgangan. Eshitinglar. Men chiqishimni endi Washington bo'ylab, ko'cha bo'ylab xalq bilan chiqaman, piketlar ko'tarib. Men majbur bo'layapman Shavkat Mirziyoyev, sizdan mana shunday chiqish qilib, bu korrupsionerlardan o'zimni mulkimni asrab qolish uchun, haqqimni olish uchun majbur bo'layapman. Mana shunday chiqishlar qilib, ular vakolatidan foydalanib, narsalarimni, joylarimizni tortib olyapti. Ishchilarimiz bugungi kunda bechoralar 50 ming, 100 ming ishga yig'ilib qoldi, 12 kishi kamida. Yordam bering, iltimos, sizlar yordam bering. Hozir mana polis keldi, yordam bering. Men yana seshanba kuni kelaman elchixonaga. Yana chiqishimni kengaytiraman bugungi kunda.